Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz Istiqbol mahallasi Ommag'on domlariga kelganmiz. Juda ko'pchilik shu domladan yo'qmi deb so'rashadi. Mana o'sha so'ragan o'ylaring chiqib qoldi bugun. Ulgursanglar, nasib qilgan bo'lsa olib qolsanglar bo'ladi. 5 qavatli domimizda 3-qavatidan 2 xonali 43 kvadrat metrli xonadon. Bu yerda bilasizlar, barcha kommunikatsiya, gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Hozir ichlarini ko'rsatamiz. Mana bu tashqi ko'rinishi. Ko'rib turibsizlar, mana domlani. Mana shu xonadonimiz 3-qavatda joylashgan xonadonimiz. Hozir ichkarilarni birgalikda ko'ramiz hozir. Mana bu pod'ezdi. Eshiklar, temir eshiklar qo'yib qo'yishgan. Bu pod'ezddan kirish mana. Shu tepaga chiqib olamiz hozir 3-qavatga. Mana bu pod'ez ko'rinishi. Mana 3-etajga ham chiqib oldik. Kameralargacha o'rnatib qo'ygan ekanlar mana. Kameralar. Eshiklar mana shunaqa eshiklar qo'yilgan. Hozir ichini birgalikda ko'ramiz. Bu kirishdan prixoshka. Mana prixoshkasi. Mana qilib devorlar qo'yib qo'yishgan ekan. O'tiradigan joy qilib. Xonadonga kirishdan to'g'rida 2 ta eshik, 2 ta xonaniki, chap qo'lda bitta eshik oshxona, o'ng qo'limizdagi xona u sanuzel qismi. Kirishdan chap qo'ldagi mana oshxonamiz. Ko'rsangizlar bo'ladi, oshxona mebellari hamma yoq qo'yilgan. Turishga qoladi hamma narsasi. Gilam, parda, mebel, texnika, lustra, hamma narsa qoladi. Mana shunaqa eshiklar qo'yilgan. Bu spalnisi ekan mana. Spalni xona qilishgan ekan. Ko'rib turibsizlar. Shu turish qoldirib ketamiz hamma narsani. Endi shaxsiy buyumlar olinadi-yu, asosiy narsalar qoldiriladi. Ko'rib turibsizlar, u yaxshi saqlangan, akkuratni turibdi. Buni yonida mehmonxonasi. Bu uyimiz qurilayotgan vaqti o'zgarish kiritilgan ozgina. Mehmonxonasi kengaytirilgan, planirovkaga ozroq o'zgarish kiritilgan. Quruvchilar bilan kelishilgan holda. Mehmonxonasi ham normalniy, mana ko'rib turibsizlar. Shuni yonida sanuzel joylashgan. Sanuzel mana vanna, hojatxona bitta qilingan. Ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa holatga mana. Narxini, uyni narxini 25.500 deb qo'yamiz. Telefon qilsangizlar, yana ozgina kelishadigan joyimiz bor. Podpiska bosib, like bosib, mana shunaqa uy qidirib yurganlarga tashlab qo'ysangiz manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.